20-asrning eng g'ayriinsoniy tajribasi. Tibbiyot olimi o'z nazariyasini sinab ko'rmoqchi edi. Unga so'nggi daqiqada halok bo'ladigan ko'ngilli odam kerak edi. Nihoyat uni topdi. Bu elektr stulda qatl qilinishi kerak bo'lgan mahkum edi. Olim mahkumga yurak tezligini minimal darajaga tushirishdan iborat bo'lgan ilmiy tajribada ishtirok etishni taklif qildi. Uning qoni asta-sekinlik bilan oxirgi tomchisigacha oqishini aytdi. U mahkumga eksperimentdan omon qolish ehtimoli minimal darajada ekanligini, ammo uning o'limi albatta azob va og'riqsiz sodir bo'lishini ham aytdi. Mahkum rozi bo'ldi. Uni zambilga yotqizib, tanasi qimirlamasligi uchun tanasini bog'lab qo'yishdi. Shundan so'ng shifokor uning bilagini sezilmas darajada pichoq bilan kesdi va qo'lini ostiga kichik alyuminiy idish qo'ydi. Kesish nomigagina edi, faqat terining birinchi qatlamlari kesilib, qongacha yetib ham bo'lmagan edi. Ammo mahkum uning tomirlari kesilganiga ishondi. Suyuqlik shaklida idishga tushgan tomchilarning oqimini tartibga solish uchun zambilning ostiga kichik klapanli idish qo'yildi. Bu oddiy suv edi. Mahkum suv tomchilarini eshitib, uning qoni deb o'ylab, har bir tomchisini sanab borar edi. Mahkum bu narsalarni ko'rmayotgan paytda olim qon to'xtab qolganiga ishontirish niyatida tomchilarni sekinroq oqishi uchun klapanni yopa boshladi. Bir necha daqiqadan so'ng mahkumning yuzi oqarib ketadi va yurak urishi tezlashadi. Umidsizlik cho'qqisiga chiqqanda olim klapanni butunlay yopdi va mahkumning yuragi tez orada to'xtadi va u vafot etdi. O'z-o'zini ishontirish kuchi mana shu narsalarga qodir.